urg'ochi baliqlar sizlar nariroq turinglar deyolmayman-ku. Ilinib qolgandan keyin urg'ochiligini bilsangiz, qo'yib yuborarsiz aql o'rgatib To'tiniso opa. Ilingani yarador bo'lib qoladi, yashab ketishi qiyin onasi. Ovga bormasangiz, bizni yashab ketishimiz qiyin dadasi turing. Yo baliq ovlab keling yoki un topib keling. Yaxshiyam otingni To'ti deb qo'yishgan, uni jag'i tinmasligidan bezor bo'lganda shunday deydi Jo'raqul aka. Mayna qo'yishsa bormi? Xotinining tergashlaridan qutulish uchun ham Jo'raqul aka daryoga bordi. 3-4 sherigi ham qarmoq tashlab o'tirganini ko'rib sal yengil tortdi. Gunohkor bitta men emas ekanman. Shomga yaqin qarmoqni tortgan baliq qarmoqqa qo'shib Jo'raqul akani ham tortib ketishiga ozgina qoldi. Ko'kragigacha suvga botgan Jo'raqul aka zo'rg'a o'zini to'xtatib oldi. Baliqni tortib olguncha qop-qora terga botdi. Ilingan baliq ham uncha-muncha baliq emas edi. Bir pasda Jo'raqul akani atrofini boshqa baliqchilar o'rab olishdi. Voy boy kattaligini! Bunaqa katta baliqni hali hech kim ushlamagan edi. 50 kilo borov. Bunaqa baliq bizning daryoda bo'lmas. Bu baliq boshqa daryodan adashib kelgan. Dengizdan kelmadimikin? Balki okeandan kelgandir. O'zi ham ichida 10 kilo ikrasi borov. Ana shu gap umrida eng katta baliqni tutganidan sarxush bo'lib o'tirgan Jo'raqul akani hushiga keltirdi. Bu baliq urg'ochi ekanmi, Jamolboy? Jo'raqul aka, qornini ko'rmayapsizmi? Naqd raddomga ketayotgan ayolning qorniday-ku. Jo'raqul akaning ikki ko'zi yoshga to'ldi. Baliqning og'zidan avaylab qarmoqni chiqardi. Zo'rg'a tutgan balig'ini zo'rg'a ko'tarib suvga tushdi. Jo'raqul aka, nima qilyapsiz? Ay Jo'raqul, esingni yig'. Baliq dumini bir shaloplatib suzdi ketdi. Voy durrak, nima qilib qo'yding? Jo'raqul aka, yig'layapsizmi? Jo'raqul aka qarmoqlarni yig'ishtirdi. Xayr ma'zur nasiya bo'ldi. Jo'raqul akaning odamday baliq ushlagani duv-duv gap bo'ldi. Hali jalasoy ahli bunaqa katta baliqni ko'rmagani lof aralashib 7 mahallaga yetdi. Shunday katta o'ljani qo'yib yuborgani, yana uni yig'lab qo'yib yuborgani elda ovoza bo'ldi. Jo'raqulga Xudo boshqa joydan beradi, hali ko'rasizlar. Jo'raqul aka ko'radiganini To'tiniso opadan ko'rdi. Shu gaplar rostmi? Ha, rost onasi, nima qilay? To'q bo'g'oz ekan. O'zing aytuvding-ku, erkak bo'lsa ushlang, ayolini qo'yib yuboring deb. O'sha gapni aytmay men o'lay, xo'pmi? O'sha gapni